ayyom kunlarida, hayit kunlarida yoshi ulug'larni ziyorat qilib, muhtojlarga mehr muruvvat ko'rsatib, oilalarimizga xursandchilik ulashib, hech bo'lmaganda mana shu hayit kunlarida oilamiz bilan bir joylarga bir aylanishga chiqib, ularni bir xursand qilib, o'g'il qizlarimizni, nabiralarimizni ularga bir imkon qadar hadiyalar qilsak, inshaalloh bu azizlar bayramning shukuhi bo'ladi. Bayramning ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Zero bir musulmonni xursand qilish katta savobdir. Parvardigoro, bugungi ulug' ayyom kuningda ado qilgan bomdod namozi va hayit namozimizni dargohingda qabul aylagin. Ona yurtimizda bo'layotgan xayrli ishlarga o'zing baraka ber. Bu xayrli ishlarni boshida turgan davlatimiz rahbarini olib borayotgan ishlarida o'zing yor va madadkor bo'lgin. Ya Robbano Karim, qalblarimizda, tillarimizda, dillarimizda duolar bor, ijobat ayla. Bu ona yurtni ichki tashqi dushmanlardan asra, yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan asra. Allohim izzatu sha'nini yanada ziyoda qil, iqtisodiyotiga o'zing barakot ber. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin.